Assalomu alaykum aziz hamshaharlar. Mana bizni Gilos restoranimizda osh uchun go'sht olib kelganmiz. Shuni maydalab tuzlanish jarayonini ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Kimga qiziq bo'lsa, mazza qilib tomosha qilasizlar. Kimga qiziq bo'lmasa, o'tkazib boraversangiz ham bo'ladi. Izohlarda o'z fikrlaringizni qoldirsangiz bilib xursand bo'lamiz. Yaxshi izoh qoldirsangiz rahmat oldindan. Yaxshimi, yaxshi emasmi? O'zingizning fikrlaringizni qoldirishlaringizga qarshi emasmiz. Bemalol izohlarda o'z fikrlaringizni qoldirishingiz mumkin. Go'shtlarimiz hozir do'kondan kirib keldi. Sifatli, svejiy go'shtlar, mol go'shti. Oshlarimizni mol go'shtida tayyorlaymiz. Agarda oshlarimizni boshidan oxirigacha tayyorlanish jarayonini ko'rishga qiziqishi bo'lgan kuzatuvchilarimiz bo'lsa, kommentariyalarda yozib qoldirsangiz, biz ham kommentariyalar o'qib chiqamiz. Agar ko'p qiziqish bildirilsa, kommentariyalarda oshlar pishirish biz jarayonimiz to'liq ko'rishga qiziqqan kuzatuvchilarimiz bo'lsa, u videolarni ham harakat qilamiz. Oshni ham to'liq pishirilish jarayonini video qilib sizlarga ko'rsatishga harakat qilamiz. Qassob bobolarimiz juda ham baquvvat, katta mollar so'ygan ekanlar. Qo'llar dard ko'rmasin. Salom.
YouTube kanaliga video joylashni boshlaganiga unchalik ko'pi bo'lgan emas. Shuning uchun qo'ldan kelgancha chiroyli qilib video qilib joylashga harakat qilyapman. Xato va kamchiliklar o'tayotgan bo'lsa, uzr kechirasizlar. Hali bularni montaj qilish, kesish, bunaqa joylarini uncha ham o'zlashtirganim emas. Qo'ldan kelgancha kontentlar qilishga harakat qilyapman. Xato va kamchiliklar uchun oldindan uzr so'rayman. Oshlarimizga go'shtlarni imkon darajasida lahm qilib solishga harakat qilamiz. Shuning uchun suyagidan ajratish jarayoni ozgina vaqtni ko'proq oladi. Shunaqa suyaklarni ajratib olib, lahm qilib solamiz oshlarimizga. Hozir buni barchasini maydalab tuzlashimga kamida 40 minut 1 soat vaqt ketadi. Shuning uchun sizlar buncha vaqtingizni olmasligi uchun hozircha videoni to'xtatib qo'yib, ular hammasini maydalab olib, keyin tuzlash jarayonlarini yana bir ko'rsatib o'taman. Mana zamsharlar, go'shtlarimizni chiroyli qilib bo'laklarga ajratib oldik. Endi bularni tuzlab tayyorlab qo'yamiz. Xudo xolasa uy sharoitida ham go'shtlarni ovqatga solishdan oldin tuzlab qo'ysangiz, albatta ta'mi boshqacha nasishinroq bo'ladi, juda ham mazalikroq, shirinroq chiqadi. Uy sharoitida ham avval tuzlab, keyin ishlatsalaringiz. Bu ma'lumot bilganlar uchun emas, bilmaganlar uchun. Bilganlar bilamiz. Yozsangiz ham mayli, bilamiz deyman. Mazali taomlari ishqiboz barcha yurtdoshlarimizni Gilos restoranimizda kutib qolamiz. Marhamat qilasizlar. Biz har doim eshiklarimiz ochiq, biz har doim xizmatda. Manzili aytib o'tsam, Samarqand shahar temir yo'l vokzali yaqinida Ibn Xoldun ko'chasi 10-uy. Assalomu alaykum. Marhamat. Bemalol. Mijozlarimiz ham kirib kelishyapti, ko'rib turganlaringizdek. Joylarni kesib tashlamaymiz. Qo'yaveramiz to'liq.
Qolgan go'shtlarni ham ikkinchi tog'orga xuddi shu shaklda tuzlab olib qo'yamiz. Jarayon shundan iborat. Marhamat qilasizlar Gilos restoraniga. Salomat bo'linglar. Go'rmanlar kutib qolamiz Gilos restoranimizda.